Abdullah. Tez. Abdullah. Abdullah, nimandaq qilsiz? Kichik bolada chaqirmoqchi o'rningizdan turmaydi ekansiz ku. Oy. Abdullah. Nim bo'lgandi? Abdullah. Nim bo'ldingiz? Ey. Akşam beşim ağrıvatıdı o davatıdın. Qandaq? Endi saqib qağa o'xshamansa? Ha? Ey. Teyze. Opa, tuz bo'g'ini. Apa, ma'am siz yo'q. Endi ma'amsiz biz ketaveramiz. O'chaqda do'nga kelganda harvini kim ishtirish dedik. Shu emasmi? Bo'lmasa dadam sizni o'tkazib qo'ysin. Uxlavering tiki. Ala. Sizlar texmini aldirab kerak bo'ldinglarmi? Qara bularni. Apanglarni shaharga doim apirib yursam, uylik ishlarni sizlar qilamsa? Bo'ldi. Mavlani evilanglar. Ala. Kechda nima yedinglar ba? Ha? Nima yeb kerak? Ha bolam. Opa, kavman sigim bor. Apa, maktab berishni unutib qolmang. Ukamning sinf mudiri nechiqatim dedi. Nima? İç bulmuşum çakır diyordu ki. İç bulmuşum. Vay, xotirjam bo'linglar. Bu balla hech qanday cho'nchatoq chiqamaydi. Voy, qog'ozlaringni yig'ishtirib. Maktabga o'zim berib, muallimlar bilan ko'rishib kelaman. Sizlar xotirjam bo'linglar, ha? Ma'qulamsiz. Tushda yolg'iz qoldim deb tamoq yeyishni unutib qolmang yana. Mendan ansirmigina? Ey, chaqaroq bo'linglar. Ne geldiniz mi? Ha. Meryem ede. Ma 10 kilo sütlü kıyvetim ha. Salam yapalım. Teşekkür. Oy, sani kaçasını mı kırdım ha? Oy, sani kaçam kırıptı o. Qandaq Oy, Meryem balam, teşekkür. Balam, avar qilgan bo'ldim. Müsütni satqaç kelasizmi? Satqaç kelmamdigan. Rahmat Man balam. qo'yvitinglar. Buningdan tatinmay akirasizlar. Shunday qilay. To'yman pachparat xarajdim sütkil qarashlikdan. Buni bilaman. Tag'amning kesili xili obdan bo'lib qolgandi. Qizim, xeli obdan bo'lib qoldi. Pulni hozirlab berib biting. Oy, nim qilganingiz bu. Hozir ba'zlar bo'ldi. Rahmat. Ma'qul hamma. Rahmat. O'shanlar kirib tursizlar. Hay ballar, tez bo'linglar. Asta, nimanda qilgandi bu ballar? Bugun tazimi kechikdi. Hey, ballar chaqqan bo'linglar. Bo'linglar, Tez bo'linglar. Xo'sh dada. Tez bo'ling qiz. Bo'linglar. Bugun tazimi kechikdik. Chiqinglar. Abdullah xo'shamisa. Xo'shamisa. Mera bir ish ekansa, qo'saqlaring ish chiqdimi? O sepray, ha? Ha, qani. Ha, ye. Sen piştireyli. Hoş bulduk. Abla, hoş. Vakti kaç kilolar? Ha. Keçiçire. Sen tamam koydum ha. Teşekkür kaldınız mı? Ettigende azraq işim chiqib qoldi. Yordamchi. Selam. Ben yardımcı. Aslan. Ekin. Bugün bekle çıkıp gettiniz mi? Hammanglarning vaqtinglarni olib qo'ydim ha. Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan. Mana. Kechikadigan bo'ldi. Qanchalik olasiz? Bana yerim kilo ber. Birdan tutib turing ha. Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan.
Yarım kilo alma dediniz. Ha, shundoq. Mana pul. Chaqqaroq bo'lsin zopga. Aman. Yaxshi. Menga yarım kilo bering. Aman. Heli xasiyet degan qiz ko'rinmaydi-ku. Tunogimmi kamidi, bugunmi kamidi? Ikili xasiyet degan qizni demsiz. Rost ko'rinmaydi. Rash bo'lmaganda. Rahmat da, xo'sh. Menga yarım kilo bering. Xo'jayinni ranjitib qo'ygan biz ketkizyaptimi? Yo'q, ketkizyapmidi. Tunugimni men uni texi qo'rodib ko'rdim. Ular sut olmag'ili 2 kun bo'ldi. Ular olmagan bo'lsa, boshqalarga setvatsangiz bo'ldi emasmi? Sut qo'silib ketadi. Şoğunası, o kızga bir iş bulmuşlu meyliği. O kızga neymiş bulattı, enstirmem. Ay, Danyang, 你要多少？半公斤。Danyang，你腿好一点了吗？好多了。谢谢。那好啊。给。慢走。好，谢谢。赶紧告辞。Kimdi o? Kim o? Mana keldim. Bir gün turman deb ketib. 3 gün turganmi bormi? Tozimi haddingdan eshib ketding-ku sen. Voy. Bugunmi kelmagan bo'lsam, yolg'iz uyda o'lib qolsammi, enkimni chetib qo'ygudek odam chiqmasga, voy beshim. Oy. Gülnisa, sizga nima bo'ldi? Oy, siz men tuvandagi to'qmishda sut sotadigan Maryam bo'laman. Qasiyatning sut og'il chiqmag'iniga 3 kun bo'ldi. Shunga nima bo'ldi ekan qarab boqay deb chiqib edim. Rahmat. Oy, Keslangiz xil eg'ir o'xshamamdi. hech qis yo'q. Avaylabmen. Rahmat. Yetib aramayman. Xasiyat turpanga tog'isini yo'qlab ketgan. Ay. Onun ketishiga ham shundoq og'rib yetib qoldim. Ay. Bir kunda kelaman deb ketib edi. Mana bugun 3 kun bo'ldi.
Mundaq dаңа, mən texnimiş biraz süt ağıl çıxmaydı ki, dəpdimən. Öydə başqa bir kimi yox mıydı? Eriniz mi öydə yox mıydı? Erinizin işi sizden xeyli çoğun oxşamamdı. Onun alemden ötkeniga 3 yıl bo'ldi. Bo'pti, artıq qayg'urma. Oş, doğru yegengila kesel saqayıp ketmeydi. Ancha muncha tamoq yemisim bo'lmaydi. Men süt sotqinim uchun sütni maqtayotganim emas. Sütning rostilla jiq kasallik foydasi bor. Aras, men sizga süt qaynatib akirib beray. Unda qilmang. Bu qanchalik ishdi? Men sizga unchalik ish qilib bersam, nima bo'pti? Bu oshxona uy ekanda. Nima degan chiroyliq. Gülnisa, atanınız Ürümçide emasken-da? Urug' tuqqan qarindoshlarınız bo'badi? Cho'gini naq qo'ygandi. Shundaq chiroyliq, yosidaq uyda odam yolg'iz, yakka yegona yashaganning nima ma'nosi? Cho'gin zodi nadidu? Ölüp ketken erinizning bola chaqa urug' tuqqanlari yo'qmi ekan? Oy. Gülnisa, men sizni nima deb chaqiray, ya? Boshqacha o'ylab qolmang. Men bu shundaq chepilga qaraq ayol. Ayol kishining pul dunyosi bo'lgan bilan eri balchaqis bo'lmasa nima foydasi? Oy-ey, yig'lamang-a. Yig'idan nima chiqadi? Ko'nglingizni buzmang. Mana sutni issiqdil ichib ber. Elama. Bo'ldilar, nimaga yig'laysiz? Ko'nglingizni yerim qilmang-a. Na. Mana sutni ichib ber. Issiqdi iching. Behmi taliyi borkan. O'lib ketsin, yosh ayoli hasratdan chekib o'tiribdi. O hayatçıydı. Tolama obro'yli kishi. Men qarangadi. Har qancha obro'yli bo'lsaqmi, hamini o'limiz emasmi? Shunsiz fursatni cho'ng tutib, baldirroq farzand yuz ko'rishning amalini qiling. Bo'lmasa, qiyirg'anda yolg'iz qolasiz. Yana kelib, shunchalar yosidaq ozoda uyda yolg'iz o'tparsangizmi, zerikmamsiz. Kulisiz-ku. Men xato dedimmi? İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Endi bilek tartish. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Endi beden bura hareketi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hadi.
Kızım. Oynadık. Bak oğlum. Çapta bulola. Oy. Oğlum bu yak gider. Ulan oyna. Aslan çıkınlar ya. Çok sorguna. Oy. Boğuldu. Abdullah. Çıkınlar. Abdullah. Hey vurma. Baya kaçtı. Şuna. Baldık oynat Kızım bu yak şu değil mi? Boğuldu. Kaçtı. Bak ya oğlum. Bak da. Ondan şu ha. Mahvol. Kara ha. Oy. Ha kızım ha. Oy. Ha attı. Ha. Oy. Ay siz çıksın olmaz mı? Ha? Oy. Oy gelir değil mi? Hey, edamı bozacak kılma. Boğulduk ulan. Anne ben sana çocuklar. Aldı falan var. Kaçtın ulan. Oy. Sadıgan ketaydi adisi. Bugün sizge nim boldi? Şunçilik hisobatni tugutamaysiz go. Men go bu kemgacha pul jutirib qo'ymagandim a. Hay, mushu berkat bergan og'zingni bu uyingni yutirib qo'ygan bir narsa bormi? Aras Maryam, men bugun maktabga berib, molim bilan ko'rishib keldim. Aras, molim nim dedi? Bolamiz bir ish terib qo'ymaganda? Yo'q, hay. Molim qizimizni shaharga yo'tkab o'qitadiganligimizni anglab bek xush bo'lib ketibdi. Molim bu yerdagi o'rta maktabni o'qitish saviyasi bek tuvan. O balla oliy maktab o'tamaydi, o'tgan taqdirdimi o'rta texnikum bilan ishchilar texnikumini o'talaydi deydi. U bizni yana yiroqni ko'rar ota-onalar deb maqtadi. O'g'limizni zehni bek ochiqkan deydi. Ular zodi nima demoqchi ekan? O'g'limizni shaharga olib o'qitinglar deydi. Oshning dadiga to'q yetmabdi degan shu-da. Pul qarz elib qolib setib bilan. Kesh yetib, sahar turib, tirmishib ishlab, oran qizimizning o'qish pulini qamdab olsak. Endi o'g'limiznikiga nega bormiz? Gapning rostini desam, mushunda tatayotgan japoying qarab ballarni shaharda o'qitish niyatida yanamdiki degandim. Nima deganingiz bu? Men bolalarımızning bizga o'xshash mushundaq kunga kelishini hargizmi xohlamayman. Oddaroq o'yinib topsak bo'lamdikan. Yotqonga yiqib putulsish kerak-da. Bu gapingizmi to'g'ri. Herhalde biz tirishib, avval qizimizni o'smi o'qitib olaylik. Kaçıp gitti. Yaxshisi aramalayli. Balalarning ishni o'ylasamla beshim qotadigan bo'ldi. Elimi yaxshi ishki bo'lib qopti ekan, jiqroq bo'lgan bo'lsa, qandaqmi qilardik ekan tang.
Oş, bo'ldi. Artıq başqa turmana. Biz tatmagan qaysi çapa qamıgan. 30 koy pulu bilan to'y qildik. Mana hozir undan bir qiz bir o'g'limiz bor. Ya'ni texi 4 qalimiz bor-ku. Hey, ishga gapning bir bo'lsa shundaqli deydi ekansan. Sen o'zingni bezlatamsan yoki menimi? Amsa, qanday qilamiz? Dana. Meningcha, haqlardan qazab oqamdiq ya. Aytanga kimdan olamiz? Eliqqa savutunchu. U o'g'ilni o'ylashning taraddudini qilsa, bizga pul berib turadimi? Emis eliqqa terichib Davudtunchu. Oş, mening undaq ahlilarning oldiga bo'yin qisib bag'im yo'q. Hey. Qandaqmi qilamiz? Hey, ras, eliqqa shahardagi sut oladigan xaridorlaringdan so'rab boqamsan. Qo'ying'a, shaharliklardan ham tamoq qilmang. Ular oshqan-toshqan qattiq quruq nonlarni sut hisoblab o'tkazdigan tursa, bizga pul qarz berib turadimi? To'liq ham xiyol qilma. Bir kechlik oqchashlik mo'may qilib bitamdi kim odam. Bo'ldi, chiroqni o'chirgan yotimiz. Endi qanday qilsak bo'ladi? Mana keldim. Voy, siz netimiz? Qani kiring. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Qani kiring. Deganlarim to'g'rimi ekan? Qala sutining haqiqatan foydasi chiqchimi? Mana chiroyingiz tunonkidan xeyli obdan bo'lib qopti. Rahmat. Maryam? Voy, Maryam singlim, nimancha avaro'g'ansiz, a? Siz qilmang. Men sizga sutni qaynatib beray. Ko'ringiz qayerda? Men tip beray. Mana, men topdim. Nimancha avaro ketgansiz? Bu o'zimiz tergan qo'noq. Ancha-muncha qora oshliq yeb berganning odamga ko'p foydasi bor. Shunga ikkital og'ish kelgandim. Xosiyatga qaytib kelmadimi? Yo'q, texi. Agar siz uning qattiq gap qilamisangiz, men uning bir necha yaxshi gap qilib qo'yay. Uyingizda telefonmi bor ekan-ku? Qaytib kelamisa, telefonimizni berib qo'ysa bo'lmamdi. Bola degan hamini bolada. Tushunasizmi? Uni azroq qo'rqitib qo'ying. Ikkinchi unda qilmaydigan bo'ladi. Men qaytib keldim. Voy. Nima yoqmay o'tirib ketibsiz-ku? Voy, Maryamada. Yaxshimisiz? Xosiyat. Endi kelganingiz nimasi? Qirib. Qattiq yetib ketdi. Sizmisi ishning yo'lini bilmaydi ekansiz. Endi ikkinchi unda qilg'chi bo'lmang. Vaqt to'shib ketdi emasmi? Men ma'lumsam bo'lmag'day. Xo'shamsa. Xosiyat, uzitib qo'ying. Marimada, xo'shamsa. Maryam xonning kirishi bilan keslimmi yaxshi bo'lib, ro'y oldimi tuzilib qoldi. Xosiyat, Ha? sutni akirib oldingizmi? Akirib oldim. Yana uyda yig'ilib qolgan qattiq quruq nonlarni kallasiga bersin deb olib chiqib berdim. Bo'ldilar. Atili ko'rishaychi. Kurasi hisoplash mashinasi.
Seni hep gelip başkanla işte. Hada, bu VCD plastiklarını odalımızdaki ressam qo'shnimizning xizmatchisidan so'rab olib chiqqandim. Siz choy ichgach o'tirib ko'rib baqmay, men sizga qo'yib beray. Qo'yib baqmay, ko'rib baqay. Men chiqib ketdim, ha?是台湾货吧？简直太次了。真的，这有一个。咱们喝杯威士忌怎么样？嗯，好，快点。来吧。Texçi çaylarını içmekliği. Çayları muzlap kalmışsın. Çapsan içi vasla. To'xtaxonada men bilaman 3000 qo'y pul degan oz pul emas. Lekin yil oxirigacha cho'qim qaytirib beraptim. Siz men ko'p yordam qilgan, buni men bilaman. Biroq menda 10chilik pul yo'q-da. 2000 qo'y olsun berib tursangiz. Lazımı kilosi qancha? Xap bo'lmaysiz. Qanchdi? 1 qo'y 5 ming. 1 kilo beraman. Ma'qul. Qizim shahardagi to'liq o'rta maktabga o'tgandi. Raslibagidek holim yo'q. Meni xijil qilmagan bo'lsangiz. Bilamsiz. Shahardagi ash to'liq o'rtaga o'tgan bolalar ko'p emas ekan, lekin mening qizim imtihondan o'tgandi. Qandaqlı bo'lmasin, biz bir nevri qeyrindosh tursak, qazi bergan pulingni qaytarolmay qolamanman. Hey, maqara, senmi bilsa, Rizvangul nihoyat yaxshi o'qiyotdi. Mush yuzi bo'yicha oldin qatorda o'qiganlarni Sanchoq bo'ldi qig'ina. Biz uni shaharga olib o'qitdi degan to'q. Asta, o'ychilik chiqib pulni qachon qaytarib olayapti? Shaharda o'qitaman degicha, yuzda o'qiylas bo'lmamdi. Mush yilning oxirigacha sendan o'tmagan pulni cho'qim qaytiraman. Agar qaytarolmay qolib qolsam, kallarimni setib bo'lsa-mu cho'qim qaytaraman. Voy, gapimni anglasang-chi. Men urug' tuqqan deb seni qishingga keldim. Sendan so'ma kimdan so'rayman? Hey, zubon suymaysan-ku. Jex gap qilmay, men go'sht olib bolalarga men sen go'sht deb kelmadim, pul deb keldim. Bo'ldi. Keling. Qanchalik olasiz, ha? Ma'qul. Hey, Abdullah. Unchavala chechilib ketmang. Bu tuqqanlardan-ku men zodli umid kutib baxmagan. Biz kambag'al bo'lgandan keyin ular bizni nazarga ilmaydi-da. Ularga holimizni aytgan bilan ular baribir dardimizga yetmaydi. O'zingda yo'q, olamda yo'q degan shu-da. Bu pul hajatmi o'zini ko'rsatsa? Opa, dada, opa, qaytib keldim men bola. Opa, bu ko'rsatkichim qarab beqing-a. Sinf bo'yicha o'g'illarning ichida birinchi bo'ptimi? Yaraysa o'g'lim. Opa, balam. Buningdan keyin Sada, muallimdan anglasam, meni shaharda o'qitmoqchi bo'psizlar. Bu gap rostmi? Bu gap rostmi? Berib opangdan so'ra. Opa, muallimning deganlari rostmi? Obdan bola.
Biz şunun amalını qıvatımız. Acep yaxşı. Rustam, apamdan deganlarini anladingmi? Anladım. Ben de to'liq o'tirib maktabni shart o'qiyman deyman. Acep yaxşı. Qanchalik oldingiz? Merhaba. Teşvikmi? Teş turdingizmi? Qanchalik Kilo oldingiz? alay. Madam undan turayotgan. O'tdan turyapti. Oldidikilar tezroq bosanglarchi. Qandoq degan gap bu? Ma'qulman siz. Men menga beray. Mening yodi o'sha. Ben Gonca. Bo'ldi, siz ishingizni qilavering. Bugun sizning vazifangiz tomoqni o'xshatib etishchimi? Ma'qul. Mehmonni men o'zim kutaman. Bo'ladi. Bering. Voy, Maryam sonu. Keling. Qanday yaxshi turyapsiz, tinchlikmi? Yaxshi. Uyingiz tinchlik, Yaxshi. yaxshi. Sallamasa saqib ketgan o'xshamamsiz. Qani shukri. Halatim sevdi. Voy, samsingiz bo'ldi. Öyləringiz bək çıraylıqçımı? Şəhərliklərinin öylərini köp körüb idim. Lekin, bunda qaşı əməklikni anca köməkdikən mən. Şəhərinin qo həmələn emisi yaxşı. Şoğunisi, havası yaxşı əməsdə. Çıram sağlam, çıram. Qaltınızı sevəsiniz. Şundaq çıraylık, sayıp camallı bo'lib ketirkensiz. Qarang. Ballarının dadısımı daim şundaq deyipti. Lekin bugün közüm içilip qaldı. Qarаңа sizin çıraylıqlığınız ne? Neydi ki? Onda tezlik qilma. Çıram. Qani. Hiliq kuni osmondan tushgandekli paydo bo'lib qoldingiz. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, bunchalik shifo topmagan bo'lardim. Sizga rahmatimni aytay desam, uyingizning nadaligini bilmaydi ekanman. Shunga xosiyatni chaqirib kir degandim. Siz bilan birdan muңlashib o'tag'im batdi. Bu qanchalik ish deysiz? Men faqat xosiyatga bir ish bo'lib qoldimikin deb ansirab, shuni og'ash kiribla to'g'ri kelib qoldim. Siz bekmi uchuq chiqishga qayalkansiz. Yana kelib qo'lingizdan bek ish keldi emasmi? Bundaq maqtashlaringizga arzimaymanmi? Siz shahar sirtidan har kuni nechta ustuna kelib sotsiz. Harg'on ashqingiz demay turayli. Siz boshqalar bilan shundoq chiqishdi ekansiz. Ular bilan aloqamiz yaxshi ekan. Mush ko'chiriqlar hammasi sizning ustingizni oladi. Ota-onangiz sizni o'g'il boldek g'ayratlik, jasoratli qilib beqibdi. Uning ustiga siz gapga bek ust ekansiz. Meni to'liq qilmang. Men tinchlikmi gap qilolmayman. Bizning odam doim meni sening hamma yering yaxshi, shug'unisi gaping tutam yo'q tavassa. Lekin siz faqat yog'limi gaplarni qilmaydi ekansiz. Adam sizning gapingizni anglasa, ko'ngli lappida ichilib qoladi ekan. Bo'ldi. Meni to'liq maqtab uchrayvermang. Bo'lmasa siznimi boshqa shaharliklarga o'xshash takalluf so'zning keyinda bir cho'ng hojati bor o'xshaydi deb qolmay yana. Dada, xotirjam bo'ling. Men u maktabga kiralsam, cho'qim tirishib, yaxshi o'qiyman. Obdan qizim, deganingdek cho'qim yaxshi o'qig'in. O'qish puliga kelsak, uni apanglar ikkimiz bir amal qilamiz. Nimali degan bilan shahardagi maktablarning o'qish sifati yaxshi. Bizning birdan bir umidimiz seni eng yaxshi oliy maktablarda o'qitish. Tirikchilikni, bolalarni deb mushundaq qilyapmiz. Bizning odam yosh vaqtida minbin bo'lib, mashqda bir nechta qovruqsin sundirib olgan.
Şundaqdımı bir xayrıtı ba. Ettiz işi, öydeki mal varan şununğılı qaraşlıq dursa, onun yardımlaşmasan bulamı. Öyümüz şəhər sırtıdaki davan yesi da. Dexan xəxnin qolu qancılık pul gördü deysiz. Onun üstüge işki balımız ba. Öy şəhərge yakın. Qatlaşma xeyli kolaylık. Şunu buldur küzde bir neştiyaq kalı seti bilip, az dolu paç biret xiracat qilib, xəşləhvatimiz. Tiriklikdə niyetimiz durustlu bolsa, na ümid qalmaydı ekanmiz. Beşinizga her iş kelsa, vaqti kelganda tegishlik jasorat, g'ayrat ata qiladi ekan. 10 yil ilgari chet elga chiqib edim. Bu yerda uzoqroq turib qolib, yotib xo'p qoldim. Chet elda bir necha yil turgan bo'lsam-mu, hammani yana o'z yurtga yetmaydi ekan. Mening o'z yurtimdan mehrimni uzamayotganimni ko'rib, o'lib ketgan erim mushu uyni setib olib, menga saramjonlab berib edi. Kim bilsin, rahmatlikning umri to'liq qisqa bo'lib qoldi. Nima kiysan bo'pti ekan? Nima desam bo'la? Yeshi 70dan eshib qolgan odamning nimadan og'rinchiligi bor deysiz? Shunday emasmi? Bu gapchi u kishi bek boy o'xshamamdi. Shundoq. U to'liq puldor kishi edi. Dastlabda men u kishiga yotliq bo'lishni xohlamadim. Lekin u to'xtamasdan tuqqanlarni elchilikka evatdi. Keyin bu to'yga rozilik berdim. To'ydan keyin u mening o'tida kuyib, suyida eqib, xizmatini qilayotganligimni ko'rib, meni yaxshi ko'rib, e'tiborimni qildi. Şuğunisi, rahmetlikning ömrü qisqa kelib, meni yalnız tashlab ketdi. Meni dağda qo'yib ketdi. Onca valla qayg'u. Bu dunyoda o'lmaydigan kim bor deysiz? O'zining ketib qoldig'ini ko'ngli tuyg'an chig'i menga nurg'un dunyoni qoldirib ketdi. Shuncha ko'p ta'alluq qo'limda bo'g'ashqa. O'shundoq boyashab turmush kechiryapman. Recep sen oldu. Undaq sizga yig'lab ketdim. Tamoq tayyor bo'lib qolgandi. Chiqib yig'alansizlar. Tamoqni birdamda tayyor qildingizmi? Shundaq Maryam edi. Men kelgandan beri sizni og'ziga tegmay maqtayotdi. Rahmat. Amiz chiqib tamoq yeyli. Tadınmay iline, xasiyet çay qo'ying. Mana. Birasi bilan hamroh bo'lib g'izolansa, nima degan ko'ngillik a? Qani. Yolg'iz odamning kuni bekmi test o'tdi ekan. Har qancha esil g'izo bo'lsa-mu odamning tiliga tetmaydi. Xasiyet bor emasmi? Meningcha u xil tuzukda ko'rindi. O'g'o shundoq. Lekin nima degan bilan u degan xizmatkorda odam ko'nglidagi gapni ko'rganlar odamga tegilmaydi ekan. Uning ustiga u palida odamning holiga yetamdi. Bu deganlaringizmi to'g'ri? Meni ko'rgan ishga aralashgan deb qolmang. Siz bir hamroh tepasiz bo'g'dak. Yop yosh odam
Hamını yolğuz ötəməysizdə. Ağlamadınız. Ağırıb qalsanız yoki qeyrğanda qandaq qılasiz? Çay içsin. Erimning qaza qilib ketganiga 3 yil bo'ldi. Shuningdan buyon yolg'iz yashab kelyapman emasmi? Ammo mushkullarda to'liq g'eribsinib ketyapman. Hilim yaxshi. Uyda televizor bo'lib qopti-ku. Bo'lmasa bu kunlarni qandoqmi o'tkazatdim? Buni siz tushunmaysiz. Tushunmamdigan. Hayvanat qushlarmi jufti bilan yashaydigan tursa, odam yolg'iz yashay olamdigan. Obdan singlim, yog'dek gap qildingiz. Men bugun sizni yordam qilamikin deb maslahatga chaqirgandim. Nima? Meni da'vatamsiz? Shundoq. Mening mo'g'o do'st yaram tunish bilishlarim bor. Lekin ularning ko'pinchisi ular bu haqda shirib eg'iz ochmoqmi tas. Ota-ona, qarindoshlarimga kelsak, ular Urumchida emas. Ularga degan taqdirdimi, ular nima deb o'ylab qoladi deysiz? Choy iching. O'zim topay desam, mush salaydim, mush turqim bilan ayollar aralash to'plangan o'yin tamash so'rlarda jursam, haqla meni nim deb qoladi deb gap so'z chechakdan qo'rqaman. Tul ayolning kuni haqiqatan taskin. Ko'nala pul bo'lsa jangalda sho'rpa degani bilan, lekin pulmo hammaga qodir emas ekan. Shunday emasmi singlim? Ikkalan azaldan ko'rishib boqmagan. Lekin siz iliq kuni menga shunday yaxshi yordam qildingiz. Bu bizning och-singillik rizqimiz qo'shilgan o'xshaydi. Shunga sizga to'liq ishonsam bo'lg'idek. Mubodo urug' tuqqan, xo'lim xo'shlar, tunish bilishlaringizning ichida o'zi yuvosh, samimiy, muloyim birasi bo'lsa, surishtirib baqqan bo'lsangiz. Albatta, bu ajringiz uchun sizni o'tdan rozi qilatdim. Menga qadamingizni qurib qo'ymaydim. Hargiz undaq deyman. Siz meni shunchalik nazaringizga ilib, menga shuncha ishongan yerda, men albatta loyiqda ish tutaman dang. Lekin bilmadim, sizga qandayroq odam undaq deymisiz-chi? Men sizga to'liq ishonayotgan yerda siz bo'pti. Bu ishni men bir o'qishib boqay. Agar muvofiq biroz chiqsa, men sizga darhol xabar qilaman. Vaqt bir yak berib qopti. Voy, endi mangmisam, bolalarning tatisi xafa bo'ladi. Yana birdam o'tlasangiz bo'ladi. Quruq qaytadigan bo'ldingiz-da. Voy, to'xtang afkam. Sizga ikki qiz gapim bor dema o'kiring. Kiring. Oldirmang, birdam o'tiring. O'tiring afkam. Bu sizga tayyorlagan ozroq sovg'amni qabul qilaman. Hech ish yo'q. Bu nima ish? Undaq demang. Bu mening kichkina ko'nglim. Unda qilsangiz qanday bo'ladi? Bu 2000 qo'y pul. Ikkimizning yuz ko'rish sovg'asi qolsin. Bo'lmaydi. Bu mening ozroq ko'nglim. Men texsizga ish qilib bermay turib, bu sovg'alarni olsam qanday bo'ladi? Men qilgan yordamingizga aytadigan rahmatim boshqa texi. Siz qilmay eling. Meni hijil qilmang. Buni hargiz olamayman. Hargiz undaq demang. Ikkimiz och-singildek bo'lib qolgan tursak, yana texi meni yod ko'ryapsiz singlim, undaq qilmang. Eling. Yo'q. Hojat, bir so'ray qolta chiqmay. Meni to'liq osal ahvolda qo'ydingiz-ku. Yo'q, undaq demang. Hargiz undaq demang. Endi bularni olamanmi? Voy, bu kichkina narsalar-ku. Mana akaldim. Akram. Bo'ldi. Malonni sevdayli. Bekle aldırıp kaldınız. Yen birdem oturasınız bulatdı. Rahmet hilimi toz oturdım. Kondurmağım battı. Konup kalgan bolsanız ikiniz tozar mı? Onu dışattık emasmı? Rahmet. Bek kayıp ketipsiz. Yok, ben bu bense. Bunu ili bilin. Yok, oldu.
Endi buni alamayman. Yo'q, undaq dema. Alsam zat bo'lmaydigan o'xshamam. Almasangiz men xafa bo'laman-da. Ma'qul emsa, men cho'qim bir amalni qilay. Yo'qab ketmay. Xo'sh. Bundan keyin kep turing, ha. Xo'sh emsa. Ma'qul, xo'sh. Nima istayapsiz? Tamaka. Xafa o'tamsiz? Albatta xafalayman-da. Man qara. Mushu bir necha kundan beri hadisda kechida kelgan bo'lib qolding. Sen sütungni satmay, dallollik qilib o'tamsan. Nimanchilar sap kep qilgansiz? Men ikki bolaning onasi bo'lgan ayolingiz-ku. Haq samimiy ko'ngli bilan yordam so'rag'izsa, yana bir talay pul bergan tursa, men shu bolalarimizning o'qish pulini g'amlab olamiz-lekin deb shunday qilyapman-ku. Ma ahmaq xotin ne? Xotin, mush 2000 so'm bilan bolalarning ishi alulotdimi? Mush 2000 so'm bilan ash xotinning ishi alulotdimi? Jimma. Ma xotinning bag'rizligini. Biz har qancha namrat bo'lsak-mu, Könümüz kadravol o'tayotdi-ku. Kishilar unda qo'l sunmayli. Bolamiz xili aqlliq cho'ng bo'ldi. Agar pul topolmay, dashad o'qitamisak, bizga o'xshash dehqon bo'lib ketadi. Yo'q. Men bolalarimni oliy maktabda o'qitgan. Ularning bizdek bo'lib qolishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Bir urma. Dada! Balango! Oppa, keldinglar bola. Aka sumkangni. Dada, terlab ketgan ona qara. Eshitdim bo'lmadim qizim. O'zlaringlarni shu salam. Darsinglarni tayyorlanglar. Men topshiriqlarimni ishlab qo'ygandim. Dadamga yordamlashay. Kichkina dada, ishimizni qilaylik. Oppa, men topshiriqimni ishlab qo'ygandim. Maqsad bola. Bola, sen bir tal yeding. Qo'lingni avayla qizim. Sadece sizin bir tal yap koyun maqulmi? Yemeyme. Kompüteripini aldamakçı mı? O işte. Xiyalınız ben sizni aldam etdim ben de. Gep qilsam hadini ochishgan da o işte. Bo'ldi. Bundan. Çayını akirib qo'ydim. Bugun burunroq bormaysizlar.
Gözlerini açsalar. Sütçü Meryem edem kepti. Kim o? Sütçü Meryem edem. Hili sütçü ayalma. He. O sizni pek saklap ketdi. Vay nimiş meni baldırak oğudu etmediniz. Çapsarak bolun hemse. Meryem, yaxşıdırdınız mı? Teşekkür. Yaxşıdırıpsız. Et degendiniz sütünü setip oldunuz mu? Yoki men hoş haber yetkizgili kirdiniz mi? Meni äp oqilib. Qaraganda men siz topshirgan ishning hududisidan chiqqanimga dehman. Kechi tun bo'yi o'ylab chiqdim. Lekin sizga loyiq keldik bir odamni topolmadim. Men taniydiganlarning hammasi dehqon odamlar ekan. Shaharliklardan sut oldigan xaridorlardan boshqalarni tanimaydi ekanman. Men yordamimni sizdan ayamayman. Lekin hozircha bu so'g'larni sizga qaytarib beray. Sat bo'l. Avval çay pay içeyli. Hasiyet, çay ekirine. Mana hazır. Şundaq. Elan. Bu işte sizni qiynab qo'yibdiman. Bunun kishidan yordam so'raydigan ish emasligini cho'qim bilishim kerakdi. Undaq qilmang. Yig'lamang bo'lamdi. Bu dunyoning ishlarini oldin o'lcharlamak to'lim tezga. İlgiri men bu kishilarning so'q kegidek moda qizlardan deb talay yigitlar kaynimga kirgan. Tanlab toz ushirabdi degandek. Qo'lidan ish kelmaydigan bir noahli qamog'ozga tegib qolibdiman. Uning bilan 3 yil uy tutdim. Arada bir farzandlik bo'ldim. Bolamni otsiz yetim bo'lib qolmasin deb ishimni tishlab hammadan kibar boshliqda lekin ko'p o'tmay bechora qizimga qizil chiqib qoldi. Uyda pul besatning hammasini u turib tugatayotgach bechora bolamni davolashga amalsiz qoldim. Balaning ko'z oldimda o'lib ketayotganiga qarab turmoqdan boshqa amalim bo'lmadi. Keyin o kishi yeshi cho'ng bo'lsa-mu, muloyim, oq ko'ngil, yuvosh odamdi. Gerçi o ko'nglimni olamagan bo'lsa-mu, menga intayin kuyunatdi. Holimga yetadi. O kunlarimiz to'limi tez. Shunday ko'nglimga o'tgandi. Ama hozir mana 9'um telligidek bo'lsin-mi? Lekin yolg'izlikdan o'zim yana bir sho'r peshan ekanligimni his qildim. Belki men maqsadimni aniqroq tushuntiramiga o'xshayman. Men hargizmo atoq obro'y, nom nasab, pul boylik deganlarni qo'g'lishib yurmayman. Menga faqat
samimiy bir odam bo'lsa bo'ladi. Menga faqat bir hamroh bo'lsa, halimga yetgudak bir odam bo'lsa bo'ladi. Bu qandaq mushundaq bir odam tepilami? Tepilibmi qala? Lekin tushundim. Men tushundim. Buning qilganimiz ko'nilada odam kiyim bilan oddiga bilan degan gap bor. Odam o'zini tuzimiz bo'lmaydi. Ma'u 3000 ko'yni ag'ash ketdim. Agar qo'l qisqaroq odam bo'lsa, mush pul bilan usti boshlarini o'ngshib olsin. Odam sat emas, kiyim sati deydigan gap bor emasmi? Masalan, sizni olaylik. Agar sizmi-chi bir qo'r chiroyli kiyim kiysangiz, ravrus kirim qilib, yana bir jurish siz bu zinat taqab beqinglar, rosa ko'zning yig'ini yeydigan soyib jamonlardan bo'lib ketsiz. Sizni ko'rgan kishilar og'izni ichib qoladi. Oy. Keyin sizni-chi ayrim rozi qilolaman. Siz avval mening gapimni anglama. Men o'tganda gapning hammani senga deb bo'lgan. Endi yana bu pulni ko'tarib kelsang. Uningga bir loyiq deb bersakni bo'lmadimi? Bizda nima ketadi? Uning ustiga biz hozir pulga shunday ehtiyojli tursak, qizimizni o'qitadiganga pulga ehtiyojli deb haqning 5000 so'mini qaqti o'tkizsa qanday bo'ladi? Bu qaqti o'qitganlik emas. U o'zi badi Abdullahsiz to'xtab turmas. Ha, nima? Bu pulni men bolalarni Dallallik qilib topgan pulga men bolalarni o'qitmayman. Bu nima degan satkat? Bu pulni keragi yo'q. Pulni siz olmasangiz nega apa? Qanday degan gap bu? Bolalarning o'qish pulini qanday qilamiz? Qizimizni pulimiz qanday o'qitmoqchi? Siz deb ketma. Bo'lmaydi degan gap bo'lmaydi. Bu uyda nima degani bilsam. Endi qanday qilamiz? Senin gapingga kirib, odamni izlab baqdiq. Biroq hech qanday natija chiqmadi. Balki Adembeka, shapochlig'imiz qoldi shu. Nima degan ahvorchilik? Pulni qaytarib o'taylar. U pulni men allaqachon ishlatib bo'lgan. Nima? Shuncha jiq pulni ishlatib bo'ldingmi? Shahardagi to'liq o'rta maktabga qizimizning 1 yillik o'qish pulini to'ladi. Dadingizning ko'ziga tushgan aqn davolatish uchun mingdan berdim. Qo'limda yana nima qolyapti? Hey, hamoqat xotin. Bu ishni bitirib qilib bo'lmay turib pulni hajlab bo'ldingmi? Ma xotinning ahmoqligini aplijama. Sen hamoqat xotinning gapiga nima deb kirgandi men, ha? Jahondagi erlarning eng ahmoqi xotinning gapiga kirdi. Mana men gaping kirganiga men bu ahmoq.
Man qarang, men bir amal topdim. Qanday amal topding? Qanday amaling bor? Eringni ichib satmoqdan boshqa amaling yo'q sening. Sitversam-chu. Hey? Ha? Rost aytyapsan? Qara seni. Oy. Hey? Men sizni shunday yaxshi ko'rgan tursam, rostini berib yetdimmi? Rostdan berib o'tadimmi deysan? Yolg'ondan berishing bormi titaqa? Sen-chu, mushu sufsatqandan beri o'zgarib ketding. Meni kesalman, pul topolmaydi demsan, ota-onani ish ko'p demsan. Sen mushni bana qilib ajrashmoqchiman. Pul deysan. Sana da qanchalik pul lazım-te? Agar sen pul lazım bo'lgan bo'lsa, kallarni chiqib setitili, o'lib setitili. Astas, nimandaq mening maqsadimni tushunmaydigansiz. Qanday qilsa qoldi? Sizlar maqsading nima edi? Nimandaq yo'lsizlik qilasiz? Kim yo'lsizlik qildi? Mening gapimni anglab boqmamsiz. Men sening gapingni anglagan. Endi sen meni do'tbek qilasan. Ko'rinish uchun mundaqli berib Sen bilan Allahni deysan. Nimandaq doimli yerim kecha so'qishib odamni uxlatmaysizlar. Gapinglar bos chiroyli qilsanglar bo'lmamdi. Dada, appa, yana mening o'qish pulimning jetlimi? Bo'ldilar. Pul uchun emas, bola. Bo'ldi. So'qishmanglar. Men bu shaharda o'qimay, bo'ldimi? Balam, biz o to'g'riliq so'qishmadik. Bo'ldi, chiqib uxlanglar, bola. Chiqib uxlanglar. Uxlanglar, uyqumizni uxlaylik. Men bu shaharda o'qimayman. Dadam bilan kola boqaman. Koladan yuzni baqsaq-ku, mushtidal chiqmas. Anlatamsiz, gapimni anlab berdim. Xamxiyal amma. Siz bir ko'rib qo'ysangiz da bo'ladi. Onaniki. Mumkin emas. Bir mezgil o'tkazib, bana topib. Bu gapni anglamayman. Nechasimiz chiqisholmaydi ekan deb qaytib kelmamsiz. Men hargizmi bormayman. Shunday qilsaqlar, u pulni qaytarmoqda yo'q. Yana bir oz pul undirib olamiz. Uxlamay tush ko'ryapsa. Hozir tun yerim bo'lib qoldi. Ballarning qiymati qiymat. Emis o'zing bor. Sotmoqchi bo'lsaq o'zingni sot. Ko'chada undaq ayol ozmi-te? Yuzingni seribitib, ko'ch xotinlarini dorab, ko'chilg'i chiq. Atallar! O la'natga ko'r. Ma'qul. Bolarim mishada qolib qolsin. Men nima degan shu deysan? Ey bo'ldi, baqirma. O'g'lim ketib qoldi. Balla o'g'lim ketdi. Afsus shuni. Otan kammo, latangmo deb. Asli sizni. Latangiz kamkan emasmi? Bu kiyimlar sizga bakli yarashib ketdi. Akila? Xo'sh, saraliqligingizni chandırmang-a.
Şuna. Düşküm yok. Oy, nima qilsiz? Onda qaytib ketaylik-chi. Şuna, ya kep bo'lganda nima qilsiz? O siz Uy, ikkinchi qavatda. Ben ustam, rahmat. Jira. men qara, kirmaylik-chi. Nimada qiziqansiz Ey, menga? kirmayli. Men shu topda kirib qo'ysamni chiqolmaydigandek tuyulyapti. Ma'qul degina, kirmayli. Ey, kirmayli. Ajab qiziqkansiz. Ixtiyor o'zingiz tursa, haqsizni nima qila olmaydi? Meni qizg'anligidan qaraganda u bir chatxodga o'xshamanda. Yoki bo'lmasa, terkisi bormi ya? Ularning binoga kirib kelganligini ko'rgandim. Uyga tex chiqirmayotdi-ku. Xosiyat, siz kirib ishingizni qilgan bo'ldi. Ma'qul. Qiziqkansizmi, mamam? Menga xuddi kirib qo'ysamni chiqolmaydigandek tuyulyapti. Undaq bo'lmaydi. Menga. Ay, to'xta. Uni ko'ribla o'zgarib qolmang yana. Nimalarni da'vatqansa? Rastayma qiltaqqa ilinib qolmang. Amisi. Bo'ldi, jira. Oy, ular kelgan o'xshaydi. Men. Teshikmi? Teshikmi? Qani kiranglar. Teshikmisiz. Qani, yuqori chiqaylik. Bu kishi erimning bir navri enasi bo'ladi. İsmi Abdullah. Bu yoq men sizga doim gapini qilib beradigan Gulnis. Xosiyat. Aytling. Qani, choydan iling. Rahmat. Biz yo'ldan o'tib ketayotgach kirib o'taylik deb kirgan to'q. O'zini bek avar qilib to'q. Undaq deyman. Jahon ko'rgan ayol. Har qachon mehmonlarga dasturxon ekan. Tatinmay, meseleyi diqqinlar. Çay için. Appa! Dada! Appa! Biz keldik. Qaytib keldi. Appa! 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 Hadat, adamla apam yokturdu-ku. Tazı obdan yedik. Oy, tuzu yemey, nim qilganinglar bo'lsa yedik. Obdan yedik. Bek o'xshab keldik. Dilda qaytibdik. Ma'qul amsa. Men mushinchilik o'tiray. Bolalarning maktabdan keldigan vaqti bo'lib qoldi. Menmi qaytay? Siz birdan parangiz andan qaytasiz. Men qaytarsam bo'lmaydi. Yen birdan o'tirib choy ichmamay. Tazı avar qildik. Birdan boqasangiz bo'ladi. Xo'sh. Unda xo'sh to'xtab turing. Ma'qul amsa, men qaytay. Qo'rqib qaytgan bo'ldingiz, men aslida bolalarga yana bir necha avar olib ketasiz-ku. Bo'ldi, uzatmang. Mehmon yolg'iz qolsin. Bo'pti, amsa. Ma'qul, xo'sh. Xosiyat. Mahadashni uzatib qo'yg'ash, taksasab qo'yganchimi? Voy, bo'ldi. Tomoqni bolalarga og'ash ketdim. Rahmat. Ayt kelish unutib qolmanchimi, amsa? Xo'sh.
yerga chiqib olibsan-ku. Uyqusaqsan bo'lmadi. Hozir uzoq keldingizmi? Birdan paranglashib o'ltirib qoldik. Qanday bo'ldi? Nimalarni deyishdinglar? Qanday qilatdi? Men sizni rostila chiqishib qolsin deb ivatmagan. Abdullah. 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 Kopongnya mangaili. Turungnya. Dada. Dada. Apa mangaili deydi? Dada, kopongnya. Rustam, kopya mangamiz. Mangaili. Rustam, mang. Dodo, biz ketdik. Opa. Opa. Apa? Hoi. Al aldın mı? Aklımdan birden tırpar ben makul hoş. Hoi. Kına oğlum. Valla teşekkür. Sizin vakti çıkmadın mı? Kim faktura? Hoi. Al aldın mı? Keşke barmen. Makul hoş yapsın. Oy. İşte ondan turibsiz. O'ltiring. Birdan usuzlik bilan to'rtta keling. Bo'ldi. Uy ichingiz tinchlikmi? Tinchlik. Bizning hali tuqqan sentingizga yaradimi? Qanday qaraqki? Yaramamdigan. Shundaq o'tdan tuqqaningiz borligini sadli o'ylamabdi ekanman. Turqidan yuvosh, muloyim kishidek qiladi. Shundaqmi? Men tek sizni jahon ko'rgan ayol tursa, bizdek saralıqlarni yaratmasmikin deb edim. Undaqmi bo'lamdigan? Saraliq bo'lsin bo'pti. Mening ota-onammi saraliqdi. Eling-a? Sizni xato tanlamabdimanchimi? Sizning sababingiz bilan bir yaxshi odamga uchragandek qilaman. U ilgari xeyli dard tatgan odamdek qiladi. Dada! Dada! Ha? Hoş emisi, hoş. Kızım. Dada! Çıktınlarmı? Ha. Canım, kaytaylı. Dada, siz yana shaharga kiribsiz-da? Ben etigen sizin ekirip koyduğunu kirgenliğinize ters çıkıp ketmedim. Mektapı kelgen tuncu günüler tavaktaşlarınız boydak kılıp sizi jığıltıp koymuşsun da çıkıp ketmegendi. Dada, siz pek yaxşıcımı? Qanday kızım? Yaxşı boptu mu? Boptu. Nima? Qanday kızım? Burunqi yüz mektubun qaraganda bu mektep yaxşı mı eken? Yaxşı. Muallimlerin, tavaktaşlarınca. Hangisi yaxşı ekan?
Özünün sınıfta çoğun başlıqlarından bandırdımı nəsisi var ekan. Ular mening izchil ishda yaxshi o'quvchi bo'lib kelayotganligimni anglab, menga nihoyat hurmat bilan muomala qildi. Muallim texi sınıfta apam ishqalarini maqtadi. Sizni maqtadimi? Muallim texislarni yiroqni ko'rar, g'oyalik ota-onalar ekan dedi. Dada, ukamni mush maktabda o'qitaylik-chi dada, ha? Әмді, қандақ қылай дейсіз? Menimcha, u kishi bo'g'idek. Bo'y turqimi joyida ekan. Uning bilan bir mezgil oralashib ko'raymikin deyman. Turuz. Avval sınab ko'rib beqing. Keyin chiqishamay qolmang. O'zingizga ma'lum, uning ustiga tul qoldim. Bir kishi bilan to'y qilmagan ahvolda oralashib yuraversak qamlashmas. Shunga ne bo'ldi qilsaqmi mayli? Yo'q, men emas. Menimcha, men u nimdayki da'vatim ana. Sizga ko'p rahmat. Keyingi ishlar taqdirining o'rinlashtirishiga bog'liq. Ikkimiz chiqishib qolgandek, uning bilan mo chiqishib qolamiz. Bu so'mkadagi pul minnatdorligimiz bo'lib qolsin. Qanday qilmay e'lon. Yo'q, qarsam uning ustida kiyimlari qilib keldi ekan. Boy bozorda bir qur yaxshiroq kiyim olgandim. Ag'ash ketdim. U almashtirib olsin. E'lon. Bundan keyin urug' qama bo'lib qolamiz balkim. Bo'pti amsa. Hargiz tizib qilmang. Shundoq bo'lsin ukamma. Ma'qul. Ma'qul o'shamiz. Ayda bizni uyga bir kapkasini etib qo'ying, ha? Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Xo'shamiz. Voy, bu nima deganlari? Hargiz undaq demisizlar. Hey, qarsam, toz xushal emasdek ko'rindilar. Ko'ngillarida bir ish bormi nima, ha? Turmush deganning bosh oxiriga bir nim demak ta'skan. Mening shundoq yaxshi bir oilam, bir qiz, bir o'g'lim bordi. Qayg'urmisizlar. Men sizning hamma azoblarini unutildirman. Men mana shu o'yla o'zlarining kelib igdorchilik qilishlarini kutib turibdi. Azroq pul olib uylaridagi ishlarni izg'i selvasizlar. Bolalarni obdan o'rlashtirib qo'ysizlar. Andin odam chaqirib deb qandaqli bo'lmasin, bu uyga kirib chiqib yursizlar. Haqlar siz cho'chaq qilmamdi. Shunga qoida bo'yicha odam bo'ladi. Ha, endi qanday qildik? Gap qilmamsa? Endi sening nafsingga o't qo'ygandir. Lekin pul xarjlagan kishining niyati bir er bilan tanishib emas ekan. Senda hammasi o'yinchoq. Acaba bu o'zini qishlaydigan menlimi?
Ayni chog'da u bir odam tanishtirsanglar bo'ldi degan. Uning sizni bir ko'rsa ish tashlab kelishini kim bilibdi? Sencho, oxiri mush uyni vayron qilasan. Endi qanday qilib qo'shilganingiz uchun u menga yana nurg'un pul berdi. Buni olgandan keyin ishimizni tiqib olsak qanday bo'ladi? Undaqda mencho. Men degan yog'och emas. Mening oldimda turibotqani, balki kishini maftun qiladigan nazokatni urg'ib turgan bir ayol. Biz uni oltimoq tugul. U meni ozdirib ketadigandak turdi. Bir kun emas bir kuni mendan ayrilib qilib, kim yurib chiqlaysan-ki qani? Shu vaqtda ko'ramiz. Mumkin emas. Men uningdan yosh, u mendek chiroyli emas. Yana bir o'g'limiz bor. Da'vatgan kipini. Sadaqan ketay Abdulla. Nemishqa siz ham ishni yomonlik ko'raydigansiz. Qizimizning shaharga o'qish pulini topshirib bo'ldim. Uning qanchalik xo'shligini sizmi ko'ryapsiz? O'g'limizning o'qishining g'amini qildik. Ular to'liq o'tirni bitirgicha biz jon tikib ishlasak, ular oliy maktabga kiralislar. Biz murodimizga yetmadik. Biroz chidaylik. Bolalarımızın keləcəyi üçün, bizim kəlbisimiz üçün bir məzgil bərdaşlıq verim. Sizin iyək ivətişkə benim könlümünü unaydı demisiz. Yalğandan bolsun. Endi biz xalqni aldığanını az deb, hökumət bilib qasqanda qılımız. Bu qanunları taqılğan istiyorsan. Men əsli Abdullah bilan bir mezgil sinishib, ondan to'y xiti olsaqmikin deyishgandik. Endi hamon oldigan bo'lgandan keyin vaqtida evtaylikmikin deyman-a? Bo'lmaydi. Sizlar taxmini tushunmaylar. Voy, nimish tushunmaydakmi? Rostdan desam, sizni tunji ko'ribla yoqtirib qolgandim. Bu mening texi ballarim bor. Ularning qanday o'ylaydiganligini kim biladi deylar? Men o'ylab qo'ydim. Balalarning onasiga ozroq pul berayli. Hozircha balalarga u igidorchilik qilib tursin. Biz to'y qilib bo'lgandan keyin qachonli bo'lsa balalarni qishimiz ayqvasak bo'ldi emasmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Navoda ikkimiz aplashamay qolsak, shuncha jiq pulni qanday to'lab beramiz? Sizlar bizning ishimizni zotli ko'ngilmayotdilar. Men unda ushub, ta'tir mijoz ayol emas. Hamma ishni o'z ixtiyorlariga beraman. Navoda men ko'ngillariga yoqmay qolsam, men bilan birga o'tkinlari kelmasa, oylik kelsakmi bo'laverdi-ku. Pulni talab qilmayman. Abdullah, yinimi xeyli o'rinliq. Bo'lmasa Seni zot ayollarga nima ish bo'ldi? Qandoq degan gap bu? Abdullah, chiqdingizmi? Akilingga ajrashqinimizni xabar qilib qolmasa. Bu ajrashdiq. Hammani degnidek qildim. Men uyda yo'q chaqlarda o'ylarimlarning ishlariga yetishmasam, uydagilarni yordamga chaqirasan. Endi bolalarga nima demoqchisan? Ish qilib rost gapni demasmi? Bo'lmasa ular boshqacha o'ylab qoladi. Lekin ularga deydigan bo'lsang, ko'ngli yerim bo'lib bizdan ranjidi-da.
Әмсіз қандақ қылыңыз, амал қылып тезірек еңіш оламыз. Siz mi o yakta uzun durup ketmem. Vallahi yoklap, öyle kep duruşunu unutup kalmam. Bana mı yerden ışık durasınız. Senin bundaq yamanlığını ben hergiz oylap bakmap dikenme. Yaman, bu ne degininiz? Başkalarını aldapla kalmay. Menimi aldıdım. Ben seni rastlı boşçağlap dikenmen. Bana emdi, öz üyem turuqluq. Öz üyemgim kaytanmaydıgan buldum. Ben zaten nemi kıldım. Ben zaten nemi günah öttüsüp koydum. Toy kılıp boş gün geçer. Benim sizge 50 koyluk bir nerse ağızgan yerim var mı? Siz beni düşünmüsünüz. Beni endi kim düşündü? Vallahi ne diyeyim. Bana bu nemi köylülü. Koy boldu şıqdımıqına, boldu şıqdımıqına. Әммесіміз болла үшін қо. Opa, kozgum içip gitti. Balam, ben kalın sıyıq etip, andın tamaq etip bereysler tapşırğınlar işlanlar. Ufkam, yakından beri apamның kaypi tas joyida emas. Ular neymiş kaçırışıp ketkendi o. Bir hoptan ötüp oturttu. Rastını desem, ularning bizga bildirgisi yo'q ekan. Esandimi, heyliq kuni kechda opam dadam ikkisi qattiq so'qishib ketmadimi? Şun ular yaqindan beri g'alati bo'lib qopganda. Bo'ldi, topshiriqni yoza. Endi sen hayvon qildingmi meni bo'zaq qilmagan? Tepa! Mana tepa! Bilemsiz, ben aselden hiç bakmagan bugün mimarlı ussuzlukka harak arlaştırıp üç küzü ötüptü. Hiç ne bulmaydı. Oy, ne oldular? Hastaydı asla. Ay. Çıraylık. Ben çıraylık.
Siz. Bugün hiç gelmeydi hoş. Meryem'den tek gelmedi mi? Kündür bakış kep bulup durgan. Şimdi deymen. Boğan yok. Saatin 1'ye gidiyor. Şu emasmi? Tünügün sizlarni ko'rdinglar-ku, u dehqon bo'lg'achqa, yosh, sodda odamkan. Keyingi ishlar albatta o'zimga bog'liqda. Har ishning o'z vaqti soati bo'ldi ekan. Shunday emasmi? Tog'amning idorasidagilar uning ussizligiga haraqni qo'shib ishga yetibdi. Ta hozirgacha masliga yechilmay tex uxlayotidi. Shundaq qarmoqqa bek tamkin gap so'zlarimi o'rinliq ham qoidasizlik ekan. Agar dadam bilan opam kelgan bo'lsa, cho'qim xo'shalib ketadi-da. Shunday bo'ladi. Shu. Shunday qilmaydi-da. Hay, men sen keyin kelib qoldim. Oy. Mijozlar yo'qmi? Abdulla? Nim bo'ldilar? Ben... Opta uxlabdimi? Kechirsizlar. Akşam ular menga ko'proq ishga o'tibdi. Sizlarga avorchiq deb bermagandimi? Oy, yo'q. Kechini shunday yaxshi o'tkazdik. Abdullah, mavo kiyimlari o'rinlardan turib, zuyinib almashtiryapsizlar. Onun için çay içelim. Meryem edem süt gününü pekçi aşmaptı. Nime? Süt gününü aşmaptı? Yok. Neymiş boğandı? Bok demise. Sen çay demler verin. Makul. Çakkan bulun. Nima? Meryem süt dükkanını tek açmaptımı? Açmaptı. Abla. Ben berip ballarını köygeç onu yoklap geley. Makul. Emiz ikimiz birli baraylı. Tünügün o toyga mı kermedi? Manqarslar, sizlar aldırap bağımızlar. Ben bu ballarını burun köz tutuşunu xalamayman. Onun üstüge mahaldagilar söz söçak qilib qolmasa yana. Neymiş söz söçak qildik? Shahardan birov kelib bizga ko'z qilgin kapti demamdi. Bo'p demisa, sizlar chapsan juyinibsizlar. Men talloq so'z ham tayyorlab qo'yay. Meryem! Abdullah. Meryem.
Ben sizlerni unutup kalmadım. Ben sizlerge ot sepirey. Meryem, özümüzün kalısının sütüdün bir içine ekiline. Bek içkim kep ketdi. Mına. Öptüğünü bir mi yemeyeceğim mi? Oy. Ondan keyin dükkanını açmay koymoqchi mı? Ben bek ensirip ketibkenman. Bunday keyin deysiz go. Qaytib kelginiz yo'qmi? Mushkamning o'zidala bu uydan hargiz ketkim yo'q. Meni aldiman. Ben sizni qachon aldab boqqan? Qog'oz qalam bormi? Yo'qlay deysiz. Ben şu to'g'riliq qasam qilamanki, 2 oydan keyin bu uyga... Nima? 2 oy? Emsi qancha kun? 15 kun. Ha, bo'pti 15 kun bo'lsin. 15 kundan keyin bu uyga cho'qim qaytib kelaman deb Abdullah. Nam. Hey, u qanday qaraq? Bo'ldi, mushkatlarni so'ramang. Abdullah akamda bir sohbet etken çıkarılıp gitti. Onu başka yürüyüşsün ekilip attın o kıyede. Kıyeni sohbetti. Qayrilib ketibdi. Astaraq safağı ver. Oturanızınla. Astaraq oldu. Xosiyet, çaqqan dak bilen tuxum etcik. Mana. Hech qiz yo'q. Bek ağırvatamdı. Boshqa ish bo'lsa biz qaytaylik. Oy, sizlarga rahmat. Sizlarni ovarqib qo'yibdi-qa. Yo'q, unda Rahmat. Rahmat. Ma'qul qo'shamisan. Mana, ap chiqdi. Nishama. Oy, nadi so'qyapti. Astag'firullah, nima palakatchilikni. Og'rib ketyapti. Azroq chidisizlar. To'liq xijilman. Sizlarga hech chiqib bermay turibla sizni parakanda qilgan bo'ldim. Undaqmi deb ketmisizlar? Ikkimiz degan er-xotin tursak.
Ma'qul bo'ladi. Şeşe al. 我要办公机啊，钱给你了。Mərrimədə. Ay, teşekkür. Yaxşı. Abdullah akamı yaxşı. Mərrimədə öy kirib oturub paranışıb getdin, hə? Qaçı qalsın. Yarım kilo olsun. Şu, 1 kilo. Bana bak. Lan. Rahmet. Ular çıkışıp kaldı mı? Ular bek çıkışıp getdi. Ben de tamam. Öy kirin, hə? Ötesle köperi. Ha, makul. Aldırmışlar. Astarak. Oldu koyup besle üzerime bakay. Rasta yerlendim. Boptu men basla. Qanday qilmag'alim ekan ben. Araslı yaxşı op qapla. Cisle. Oy, Meryem'e hiç sıkma. Seni kira. Oy. Men çıkıp qarab baqay. Dыңыз, yaştırdыңыз. Üstüne hazırlı set bulup yoklap çıkay dep kirib Oy, edim. rahmet. Yaxşırınız Abdullah. İçin. Oy, nem boldu? Kaçam şundaq bolgan? Hasiyet mağı demedi o. Toyunun ətisi etdigəndə, o sizin dükkanını açmağınızı görüp, ballarından ənsirəb, sizlərini yoxlab kəgili ketken. Qaytıb kevatqanda, velosipedlik birisi su qoyup diken. Sizlərini ənsirəb qalmışsın dep, degizmidi. Cırayetiniz iğir mı? Yok. Hiç gap yok. Qarğanda, ғайсет qıvatqanlar bağışaydı. Közdəkkəndəkli iş boldu. Şundaq mı Məryəm Salim? Hiç yok. 9 gün oldu. Yani 15 günge kalmay sakayıp gitmem. Boptu. İğir bolmuşsul meyli o. Ben qaytay. Yeni berip ballağı tamıq etmesem bombaydı. Menin ballarımını yoklap koyasız. Ulanı bek sığınıp gittim. Ulağı dep koyun. Ben patardı kaytıp barman. Makul. Ulanı bek sığınıp gittim. Ulağı dep koyun. Ben patardı kaytıp barman. Vay. Hemen Abdullah. Şundak. Nime? Makul. Makul. Oldu. Oldu. Bu ayak telefon kimden kepti? Abdullah? Buyur kesle. Bayık telefon yurttırdın kepti. Dadları ağırıp doktorxana yetip kaptı. Doktorxanda? Bek ensirep ketmişler. Nim bol?
Oğandı. Eng yaxşısı berip yo'qlab kelganlar yaxshimikan deyman. Ensirab ketmisizlar. Berip qola. Darhol yo'lga chiqsizlar. Men bilan birga bahsli bo'ptiki. Baray. Men birga baray. Akşam telefon kettiken aldırıp ketip kaldı. Nem boğunu ben mi bilmedim. Hoş ben kettim ha. Ay. Good.
Meryem! 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 Sen... Ben uzunlu aydınımda kaçıp geldim. Vallahi seni. Vallahi çok. Allah'ın gidiyorsun. Allah'ın apatına koydum. Bu değil mi kızını? Sen kaçakta çıkıyorsun. Onun gazı yemini kazak gitti. Yemin ederim. Ben adı unalı mı yedi? Bu diye sakla. Kim saklayacak o? Ya o ne çılık Erkut'un. Ya onu bir günlük bozdum Erkut'um. O gerek bundan bu. Tamam çok. Tamam ben gerek var zaten bunu mu? Bu evden kaçmak istemezsin. Bu evde. Allah gerekmiyor. Meni sadın nemi kıldaysa? Bana azırak vakit vermem sen. Onun bilen toy kılış kıstağımız sen. Onunla azırış kıstağımı yanılı sen. O hazır musibet üstün tutsa. Meni sadın nemi kıldaysa? Ondaktı bence. Onun kusurçuluk kılmalı böyle dikensin. Nenenmiş boynap mı koymaysın? Muş çıkaydın dedi. Nenemi kıllarını tadını bıraksın. Onun hemmesini kazaptım. Sana pul gerek emez mi de? Bir yolda da hem pulga hem adem görüşemezsen de. Ansı ben kim için şu takıldım? Muş öl. Hem bağlarımız için şu takılmadım. Hepsi ben çok. Ben sana defsaliye çıkanı kurban olup gittim. Gelin. Onun ses kıpırlarını apırt verin. Apırt verin. Ben namı kıllan titrettim. O benim yerimde bulgusu ihtimal ben de kavga yakınmışım. Hey, o alnı kaçan beni setivagan. İsminde yok mu? Ben hazır onunla kanunluk erkotun. Bunu sıkmaz bulunma. Neyse bu sunan eskiz gelsiz. O baykutun alnı kaçan ki oğlumuz çıkırsın. Ağzını yum. Bu ışkı ben eyiplik. Ben senin gibin kirkeligim için günahın hemisi bende. O bayvat din boktu. Bunu içini bayvatamsınız. O namussuz bir işim. Ben ballarım da demesem. Ben üyege berip senin muşkünge koyattım mı? Ben muşu öyne demesem toyunum ertesini putumunu zahmilendirulattım mı? Muşudanın hemisi sevçin bu. Ben fakat o ayalığı yüzsüzlük kılanmamadım ben. Acaba bende başka niyet var mı iken? Benim maksadım buraya kaytıp geliş. O yerde paragatı yaşap, bu yerde gurbette yaşasam mı? Ben yanını işki balığın dadısı. Bu önü manı sen özden terip eren kıldın. Lekin benim o bir güne ayalığı adabegim yok. O diyen günahsız. Abdullah! Süleyman azar verdiniz yeğenler. Hasiyetsiz ne? Naimlikti koymadı. Hem ahvalını bana dedi. Ben silige düşendirey. Sile işkinler. Birleşip beni kalktı sortu kıldılar. Yeğenim, bana işencimli. Hissiyatımını tepsemde kıldılar. Sile. Sana da Nimişka başında kıldılar. Özünüz mecbur bana.
Mən pullarınızı qaytırıb apırıb bəyən bu. Lekin siz... Ertepsinlikdə tüm tuvarınız mı? Lekin mən sizinle layık tanıştırım dedim. Herkes mi? Eriniz bana sütüp veren demedim. Nikah kılımız, toy xitalımız degen özünüz bu. Abdullah. Ben seni sevmeyeyim. Ah gönül yavaş adamdır. Oylab dikenmi? Lekin manda rezil peskeş adam deb oylamab dikenman. Seni mende hülençigi yok. Bir yegane ayol ne? Boza kıldılar, muşka kalırga, hicim bulmandılar. Senin şunçola bağır taşadın mı? Erimizler, nime hakkınız var? Oldu! Şunda, benim sizlerin tullaşka hakkım yok. Ben meni diyen ağıma, meni diyen hamaktır. Onun semdine işinip gitsinler. Olmuş beni oturmuşum, muşunda baksız bulan mıydı? Oldu. Yıkılımızla. Oldu. Polның eziq turşığa yol koyganmı özem. Nefsinin keyni kirgenmi özem. Kem akıllı kılıp, aldı keynimni oylap kömetdi men. Hem eyip mende. Meni keçirsler. Meni əpoqı qayslar. Meni yetkiçi cəzalıdı. Teç hatırcam ailemni yo'qotdim. Bir ayolning menga bo'lgan hurmatini yo'qotdim. Endi ikki bolamdan ayrilib qolmag'ayman. İkimiz toy qilib, meni az kun bo'lsa-mu kutganlari uchun ko'pdan ko'p rahmat. Lekin pul hammaga qodir emaskan. Mört kelganda balay qazo olib keldi ekan. Bu pulni asla Bu darvaqa bir ko'ngilsiz hikoya. Bir haftadan keyin Abdulla kala sotgan pulni Gulnus qaytirib berib,
onun bilan nikohdan ajrashib o'z uyiga qaytib keldi. Halbuki uning keyingi kunlari yana burunqidek tinch, xotirjam o'talarmi? Eng oxiri ular zodi nimaga erishdi? Nimani yo'qotdi? İntizarlık ne hüküm senin